Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan F-Manage deb ko'rib turibsizlar. 10235 coinsimiz bor va bugun boyagina chiqqan Zlatan Ibrahimovichga pack opening plus gameplay bo'ladi. Agar Ibrahimovich tushsa, gameplay albatta bo'ladi. Buni Androidda ochmoqman. Sifati unaqa juda zo'r chiqmasligi mumkin, lekin agar tushib qolsa, xudo xolisa gameplay juda zo'r bo'ladi, chunki iPhone'da gameplay qilib beramasligi, statistikasini ko'rib olamiz. 82 umiyataka driblinglar normalniy 78, 78, 76, realizatsiya bo'li 100 bo'ladi, 99 100 bo'ladi, y головойlari normalniy va skors uskuyenlari ham bo'ladi va stil udari juda zo'r. Priguj talcholari eng balani talchoka hozircha birinchi urinda. Udarga 5 ta bolalar, shootingga 5 ta. Voy, bunaqasini ko'rmaganman. Control match, realizatsiya, stil udar, talchoga berilar ekan 5 tadan. Игра головой, дальний подкрутки, дальний удар, акробатика, скардиновый удар, fenomenal finishingga bor. Keyin specialniy skill chiqdi. Hozir sizlarga aytaman, will power. Buni to'g'risi unaqa tushunmadim yaxshi. Va mana Zlatandan keyin mana Rud Gullit, bullet xaylar bilan chiqdi. Shubhasiz eng zo'r Rud Gullit hisoblanadi. Bu statistikalari o'sha Gullitdagi balansirованный, balanslashtirilgan va Gennaro Gattuso, Raschitel, bu ham juda zo'r karta, juda agressivniy karta. Va bitta pakda 250 ta o'yinchi va 6 ta epic do'stlar. Oddo ham bor ekan. Va bizga hech qaysi biri kerak emas. Bitta Zlatan Ibrahimovich tushsa, videoni emas, pack openingni tugatamiz va gameplayni boshlaymiz. Akkauntni ko'rishingiz mumkin. Hozir mana ko'rsataman. Qizilroq bo'lish uchun gameplay. Akkaunt zo'r, juda zo'r. Ronaldo'si bor, Zico bor. Mana Zico Forlan pakka hammasi ochilgan. Voy, Bale, Pele, Sedorf, Son Blitz. Akkaunt gameplay qilishga juda zo'r va hozir sizlar bilan xudo xolasa Zlatan Ibrahimovich tushimiz. Ketdi. Xo'sh, Ibrahimovichga bitta kirib chiqamiz. Va menyuga o'tamiz. Yana bitta Zlatan Ibrahimovichga kirib chiqamiz va Bismillahirrohmanirrohim deb 900 coinsni boshlaymiz. Bitta 900 berib qolarmidi? Va hozir kim birinchi 900 taligimiz? Internet qotyapti cho'ta va voy. 5 ta o'yinchiga 4 ta o'yinchi turibdi u tarafda. Demak, hozirgi chiqayotgan o'yinchi bilan tushmadi. Birinchi 900 taligimiz. 9000 coinsimiz bor. Xavotirga o'rin yo'q. Endi baribir 250 ta o'yinchi. Endi ushlash baribir oson emas. Xo'sh, Bismillahirrohmanirrohim. 100 coin bittani 9 dal gamesda trikini qilib ko'ramiz mana. Bitta 900 talik ochdim, bitta 100 talik va yana bitta 100 coins bosamiz va undan keyin bitta 900 talik bosamiz. Xo'sh, tushayotgani yo'q va bitta 900 talik go. Qani ketdi. Kimga beradi? Epicmi? Yo'q. Epic yo'q. Ikkinchi 900 taligimiz. Va bizada Dest, Sergio Dest, FT karta tushdi bolalar. Highlight va ko'rishimiz mumkin 8200 coinsimiz bor. 220 ta o'yinchi qolgan, lekin tushish bu o'yinchini ushlash juda qiyin bo'ladi. Zlatan Ibrahimovichni ushlash. Xo'sh, yana bitta 900 talik ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Zlatanni ber, Konami, iltimos qilaman. Epicmi? Epicmi? Yo'q, yashil bo'ldi. FT highlight karta katta ehtimol bilan. Highlight karta bu Maldini o'g'lini ushlab qo'ydik. Gap yo'q, mayli. Bitta 100 talik, yana bitta 100 talik, undan keyin va 900 talik bosamiz. O'sha 9 gamesni triki to'la deymizda. Eng 9 gamesni juda ko'plab epic ochganda xuddi shuni usulni qo'lladi va epic tushdi. Juda ko'p momentlarda epic tushdi. Hozir qani Bismillahirrohmanirrohim. Burnimni ochaman bu safar. Anchadan beri burnimni ochmadim. Ketdi burnimda epic tushib bersa vaqti nerealniy bo'lardi. Va center forward yo'q. Tushmadi. Coinsimizni yeyapti bu Konami bor-ku. Coinsimizni yeyapti bu. 6200 coinsimiz qoldi. Pakka kiramiz. Bitta ham epic bergani yo'q Konami. Haligacha bitta ham epic bergani yo'q. Pastdan o'yinchi beryapti, pastroqlardan.
Xo'sh, Konami Epic berasanmi? Davay, bitta 900 talik mana. Epicmi? Kim bu? Kim tushadi? Yo'q. Konami nima qilyapti? Nima qilyapti Konami, ey? 5300 coinsimiz qoldi. Bitta 100 talik. Balkim berib qolar 100 talik ochganimizda, vallahi. Tepasida tushyapti. Защитник bizga. Vaqtimiz bizga faqatgina Zlatan Ibrahimovic kerak. Va защитник. Bu highlight karta Kalulu. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. 900 talik yana bir marta. Kim tushadimi? Epic bermayapti Konami bizga. Epic bermayapti Konami. Rodriguez tushibdi. Pakka kiringlar, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Qaranglar, bitta Kalulu tushdi 3-qatordan. Bizga faqatgina birinchi qatordagi mana birinchi o'yinchi Zlatan Ibrahimovic kerak, boshqa hech kim kerak emas. Brizon rating просто shok bor-ku. Bismillahirrohmanirrohim. 900 talik Zlatan uchun, davay. Yo'q, Konami nima qilyapti? Voy. Konami bermayapti bizga Epic umuman. Bitta Epic tushgani yo'q. 7000 coins ishlatdik. 7000 coins o'ylayapsizlarmi? U hazil ekan emas-da, coins emas. Xo'sh, shunda hozir 3900 va 600 coins to'g'ri mana bitta. Ustali ochamiz. Voy! Big time Epic, mayli, Epic, normalni. Gullit ber iltimos, Konami, gullit ber. Yo'q, Gennaro Gattuso 100 talikda tushdi, 100 talikda. Gennaro Gattuso gap bo'lishi mumkin emas, lekin bizga Zlatan Ibrahimovic uchun oxirgacha ochamiz. Gennaro Gattuso normalni, muhimi Epic bor. Quruq ketmayapmiz. Yana bitta 100 talik tushib qolsa bilmadim lekin Epic tushib qolsa. Varatar mayli. Xo'sh, ketdi. Bitta 900 talik. Bismillahirrohmanirrohim. Davay. Ibrahimovic ber Konami. Yo'q. Epic yo'q. Bondoni nima keragi bor bizga? Ibrahimovic kerak. Faqat Ibrahimovic. Only in Ibrahimovic. Mayli, muhimanu. Oddo yoki abiyat tushmadi Gattuso normalni. Mana shu 3 ta asosiysidan bittasi tushdi. Nu biz uchun faqatgina Zlatan kerak. Necha 2200 coinsimiz bor. Bismillahirrohmanirrohim. Davay, yana bitta 100 talik ochamiz. Gattusoga o'xshab yana bitta Zlatan tushib berarmidi? Va TZ Защитник kim bu? Kim? Tiav, Malik Tiav. Newcastle yana bitta 100 talik. Ketdi, davay. Zlatanni ber, Konami, Zlatanni ber. 10000 coins ketyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Davay, Zlatanni ber, Konami. Voy! Tushdimi? Ibrahimovic! Voy! Voy, Zlatan! Brizon ratingli Ibrahimovic tushyapti bizga. Voy, Zlatan Ibrahimovic! Gap bo'lishi mumkin emas. Umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. Rahmat Konami. Addushi Konamiga, addushi. Sevaman Konamini boru. Sevaman Konamini. Konami do'riman, Konamini sevaman. Gap yo'q. Qani, voy. Kim o'rniga qo'yamiz? Mana buni, keyin bu yoqda buni. Wow, bor-ku, bolalar. Wow, prosta wow. Qanday hozir skill beramiz bunga? 100 talik ham 50 ta. Brat, to'xtayli hozimdoq qilamiz. Gennaro Gattuso qani? Gattuso bu yoqda kim o'rniga? Mayli, buni o'rniga qo'yamiz-da. Oy, yomon tushdi, lekin Ibrahimovic bor-ku, oxiriga kelib tushdi, pashti. Gap bo'lishi mumkin emas. Oy, ikkita o'yinchi ushadik. Zlatan hamda Gattuso, mayli. Gattuso'niga lekin gullit bo'lganda bilmadim bolalar. Просто zver, bes shans bo'lardi. Mana topib qo'yaylik, значокka. Zlatan avatarkasini oldik hozir. Xudo xolisa gameplay iPhone'da bo'ladi bolalar, chunki Zlatanni ushadik. Mana bundan bitta booster olamiz-da. Iltimos, Striker Instinct tushsin. Ketdi bitta yaxshi booster tushishi kerak. Strafnoy udar, normalniy, birzonmi? Yo'q, birzon emas. Mayli. Xo'sh,
Bolalar, hozir sizlarga bitta kamerani yopaman va iPhone'da gameplayni boshlaymiz. 1 2 3 unda iPhone'ga go. Hop, ana akkauntlarga ham o'tib oldik, iPhone'dan kirib oldik. Gameplayni boshlaymiz xudo xolasa. Undan oldin sizlarga mana buni ko'ringlar, bolalar, mana buni ko'ringlar. Zlatan Ibrahimovich. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa kuchaytirdim. 96 ming ATK va driblinglar 85-85, realizatsiya 96, heading 84, skor skrenlar 93-91 va skill udar kicking power 100 bolalar. Priguch 90, Talcho 95. U ham mayli. Mana buni qaranglar bolalar, nima deyapti? Mana. Double touch. eFootballdagi eng zo'r skill double touch va Cristiano Ronaldodan double touch bor. Un bilan birga qo'shib o'ynatamiz va Gennaro Gattuso'ni statistikasini ko'rishingiz mumkin. Paslari 83, yo'q 87 degan, paslari yaxshi. Va voy, nima deyapti? 99, 199, bundan boshqa nima kerak bizga? Skor uskoridan qaranglar, 91 ga 88, вообще нереальный bor-ku. O'ta nerealniy, o'ta. Va hozir sizlar bilan bitta chotki gameplay qilamiz xudo xolasa. Divizionga kirib olamiz. Bolalar, videoga like va podpiska bosib qo'yinglar. Обязательно 2000 taga juda ozgina qoldi. Qani bosdik. 2000 taga ozgina qoldi bolalar. Podpiska va like bosib qo'yishinglarni iltimos qilib so'rab qolaman. Bundan buyoqqa xudo xolasa yaxshi kontentlar yanada ko'payib ketaveradi agar sizlar ham aktiv qidirishdan to'xtamasanglar. Raqib topildi jigarlarim. Mana hozir ko'ramiz raqib nechinchi diviziondan va stillalari nechiligini ko'rib olamiz. Vo, 3290 birinchi divizionga ham chiqqan ekanlar. Voy. Zo'r o'yin bo'ladi xudo xolasa. Agar internetlarimiz parod qilmasa, zo'r bo'lsa, вообще jinni o'yin ko'ramiz. Ronaldo tepaga qarab turibdi. Oy, akkaunt beton prosta. Varatar undan ham beton. Buffon. Oy, qaranglar. Ko'ryaptimi? 110 Ibrahimovich akkauntda bor ekan. Okey, unda biz boshladik o'yinni. Double touch plus Ibrahimovich topsizlarga ko'rsatib beraman. Ketdi. Osh, agar internet o'sha men hozir Wi-Fi'daman. Internet hozir yaxshi ishlamadi, Wi-Fi'daman. Agar yaxshi ishlab bersa, xudo xolasa zo'r o'yin ko'rsatib o'tamiz. Mana Ibrahimovich tayyorlanib turibdi. Ibrahimovich bo'lmadi afsus. Balki ikkinchi taymda ko'rib qolarmiz xudo xolasa. Qani bo'lmasam o'yinni boshlaymiz. Qotishli bo'lmasa zo'r o'yin bo'ladi xudo xolasa. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Zlatan Ibrahimovich o'yin boshlab berdi. Вообще gap yo'q. Nuno. Ibrahimovichdan double touch va zarba. Blok qo'yildi. Mana qab. Beckenbauer tomonidan blok qo'yildi, ketdi. Messi Maykonga beradi. Maykon Messiga qaytaradi, lekin xudo qilib turamiz-da. Bitta link up qilamiz. Hozir link up zo'r ishlamadi. O'tmadi-ku. Habbi Alonso. Bu ham pas berdi, bratan. Annavaru bor bizda chunki jigarim. Marko Reus. Voy, gap yo'q. Zlatinga pas, Zlatan Ibrahimovich. Voy, super gol Zlatan Ibrahimovichdan, gap yo'q. Shunday ruhda davom etamiz xudo xolasa. Go, qani ketdi. Lekin pasiga qoyil bor-ku, Ibrahimovich pasiga qoyil. Qani ketdi. Ichkariga uzatma. Kimga ko'p keladi? Cristianoga ham yo'q. Ibrahimovich. Voy, gap yo'q. Ibrahimovich hozir vaqti zo'r o'ynayapti. 3 ta zarba berdi. Bittasi gol, ikkitasi juda xavfli zarbalar. Ichkariga yana bitta Arnolddan uzatma. Ronaldo bullet header. Yaxshi. Zo'r o'ynayapmiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi, Ibrahimovich menga rostdan yoqyapti. Ham realni yo'qotdi. Qani ketdi. Zlatan Ibrahimovich tushdi. Zlatanga qarshi Zlatan bo'lar ekan bu yoqga. Ronaldoga pas, Cristiano. Zlatan ochiladi va Zlatanga pas beriladi.
Oy 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 oy, qanaqa udar edi bu? Qanaqa udar edi Ibrahimovich? Va Ronaldo qo'yadimi? Gol, gol, gol. 2-0. Muhimi Ronaldo urdi, lekin Ibrahimovich urmadi. Mayli, nicho. Muhimi gol urdik. To'pni mustahkamlab oldik. Endi bemalol Ibrahimovichga e'tibor qaratib o'ynasak bo'ladi. Ketdi. Beckenbauer, Suarezga, Suarez oldirdi. Ketdi Marco Reus. Ronaldoga, oy 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 oy, Ronaldoga pas. Ibrahimovich urasam gol! Ibrahimovichdan dubl. Gap bo'lishi mumkin emas. Zlatan Ibrahimovich просто нереально o'ynayapti hozir. Oy, просто нереально o'ynayapti. 3-0 birinchi o'yin Zlatan Ibrahimovichdan dubl ko'rdik va o'yinni yaxshi bo'lsa, по-любому, без шанс 10 udar tepdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Reyting. Bosh pastlashtirib qo'yasizmi? Ballashtirib kerak. 7,5 ball oldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ibrahimovichga просто bellissimo. Va qo'yish qolarmidi? Gap bo'lishi mumkin emas ekan. Xo'sh, 10 japa bizga kerak emas. Bizga hozir xudo xolasa ikkinchi o'yinga go jigarlar. Просто hozir men hozirgacha bo'lgan anaqalarimni aytsam, fikrlarimni zo'r, lekin to'g'risi double touch berib orqali yondirar ekan. Ibrahimovich menga yoqyapti hozir. Realni zo'r chiqyapti. Ronaldo bilan juda og'ir deb o'yladim. To'g'ri, 1.95 bo'y. Vesi ham ancha baland. 1.95 bo'lsa ham yaxshi o'ynayapti. Double touch bersanglar bolalar, lekin zver yevoradi просто. Nu focus in the box, ya'ni Lisuarotligi sal parod qo'ryapti hujumda qo'shilishda. Hujumga yaxshi qo'shila olmaydi, bilasizlar. Охотник emas, gol poacher emas bu. Mayli. Nu o'ynatsa bo'ladi bemalol. Просто double touch bersanglar bez chans o'yinchi bu. Bu bez chans o'yinchi. Kimni tushiramiz? Mayli, hech kimni tushirmaymiz bu yoqdan va 3 ta защитник yaxshi. Qanotdan ko'proq kiramiz va bu yoqdan kirib shunda to'g'rilab yuboring. Ronaldo va Zlatan Ibrahimovich. Endi qaranglar bolalar. 3 ta защитник bo'lganiga qanot o'yinchilarni kuchaytirishimiz kerak. Men shunda bell qo'yaman-da. PPZ qilib qo'yaman. Ana bo'lmasa kettu, biza o'yinga tayyormiz. Endi raqibimizni kutib turamiz va raqibimiz ham boshladilar. Navbatdagi o'ljamiz xudo xolasa sizlar bitta gameplay ko'rasizlar yana meni ijroim ostida jigarlarim. Go! Nolnisizlar, like va podpiska bosmagan bo'lsanglar, обязательно yana bitta like va podpiskani shundoq bosib qo'ysanglar, xursand bo'laman. Oy oy oy, Zlatan Ibrahimovich. 110 reyting bor. Uni bizdan 109 chunki Boster yo'q edi. Striking stick bera olmadik. Mayli, o'zi okani o'zi bera oladi. Bu akkaunt o'zimniki emas, bratanniki. O'zlari bera oladi. Ana, voy. Ibrahimovich ko'pdan qo'ysam, gap bo'lishi mumkin emas. Ibrahimovich golmi? Ibrahimovich gap bo'lishi mumkin emas. Uzatma kimga edi? Ikkinchi marta. Voy, yap yo'q. Safe va gol. Mayli, nicho, 1-0, 0-1 hisob. Hisob ochib oldik muhimi. Ibrahimovich yaxshi o'ynayapti. Prosta gap yo'q. Ibrahimovich to'g'ri pas berdi, lekin Zikoga ancha yaxshi pas berdi bu. Driblinglari joyida. Ketdi Gattuzo bitta. O, gap yo'q. Gattuzo nomer 1 prosta. Zver, zver. Voy, gap yo'q, yana bitta, mujik. Ibrahimovich, voy, nima qildi hozir? Shtangani poyladi, lekin gap yo'q ularga. Voy, gol bo'lganda bilmadim. Bunaqa bitta edit chiqardi. Gap yo'q, lekin boru gap bo'lishi mumkin emas. Chalib yuboramiz buni. Neymar, oldirasanmi Neymar? Olib qo'y, sharmanda. Ketdi Ronaldo. Ibrahimovich bo'sh qolgan. Varday gol urib qo'ydi, to'g'ri. Bu vaziyat to'g'risi Ibrahimovich maqtamayman Ibrahimovichni. Nu mayli, gol. Muhimi gol, to'g'rimi? Muhimi gol ursa bo'ldi-ku. Nu chiroy ham muhim deylar. Katta Mbappedan pas bo'ladi ichkariga. Chalkashlik.
Himoyada chalkashlik cho'ti. Voy, Gattuso. Voy, ketdi, tezligingni ko'rsat. Tezligingni ko'rsat. Va udar yo'llaydi. Voy. Yo'qotdi menga, yo'qotdi. Bu juda uzoq edi. To'g'ri tushunish kerak, lekin deviatga, почти deviatga ketibdi. Voy, gap bo'lishi mumkin emas Ibrahimovichga. Zo'r gameplay ko'rsizlar menimcha, xudo xolasa. Sizlarga yoqadi. Ketdi. Arnolddan uzatma, Gattuso boshi bilan ozgina qoldi, mayli. Nu Gattuso to'g'risi slishkim yoqyapti menga. Jinni. Ideal bo'lsa, bez shans qartaydi, bobi. Ketdi Ibrahimovich, birinchi borib yetasan va pushka tiqvor, tiqitdacha vashcha boru. Gap yo'q, Ibrahimovichdan dubl, ketma-ket o'yinda dubl qilyapti va jigarimiz chiqib ketadilar, qarab turinglar. Men deymiz, mayli chiqib ketdi, mana bo'ldi. Divizion 2 ga chiqib qo'ydik. Akamizdan akkauntni olib, reski divizion ko'tarib qo'ydik. Ikkita o'yin, ikkita g'alaba bilan akamman. Hozir ham ko'nish tushaversa, gap bo'lish mumkin emas-da. Voy, ozgina qoluvdi-ya. Nicho, mayli. Ibrahimovich yo'qyapti, 2-divizion. Akamiz 2-divizion. Ketdi, 3-o'yin, bolalar, 3-o'yin. Bitta o'ljamiz tushdi va bu divizion nechidan? Divizion 3mi, 2mi, 1mi? Ko'ramiz. Birdan bersa haqiqiy shou bo'ladi. Shou match bo'ladi. Davay, raqibimiz 3234. Silasi juda normalniy baland, lekin ancha baland. Bizaniki ham qolishmaydi, bizan akkaunt ham qolishmaydi. Jigarim 3246 nimalar deyapti? Oy. Eto, Bale, Yamal hujumi ideal. Ronaldosi ham bor ekan bizga o'xshagan. Prosta akkaunt. Himoyani qaranglar. Abduqodir Husanov, Virgil van Dijk, Turam, Mendes varatada bo'lsa, Oliver Kahn, mayli. Hozir mana to'g'ri ol, yana bitta. Esimdan chiqib qoldi, o'yindan keyin qilib qo'yish. Qo'yamiz buni ham. Ronaldoga yoniga Ibrahimovich. Jigar, obuna bo'lmadingizmi? Bo'p qo'ying endi jigarim. O'yin boshlanish arafasida o'yin. Nima bot, Gattuso, Gattuzoni shunaqa yoqtiraman, ishoninglar. Gattuso prosta bellissimo boru. Yamal blitzkurlar bor ekan, u chap qanotda. Yamal uni da aylantira olmaydi. 10 qanotda bo'lganda APK berib qo'ysak bo'lardi. Men marking berib qo'ysak bo'lardi. Umidi Nuno Mendesga. Ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Zlatan. Double touch pass, ketdi Ronaldo. Zarba va hisob ochilyapti. Ibrahimovichdan bitta assist. Ibrahimovich zo'r ekan. Ochishni maslahat beraman. Prosta yana bittadan bellissimo. Eto. Voy, Zico, nimaga orqaga ochilasan, jigarim? Gap yo'q, himoya zo'r o'ynayapti. Ketdi, Cristiano Ronaldo. Dubl Cristiano Ronaldodan to'g'ri Ibrahimovich bilan. Ibrahimovich hujumga ham qo'shilgani yo'q. Mayli. Hisobni mustahkamlab oldik. Hech qisi yo'q, mayli. 2-0. Yaxshi. Ketdi, Reydmi jigardan? Jigardan Reydmi deyman? Tep ur. Voy, ozgina. Ibrahimovich ozgina qoldi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Oy, menga yoqyapti, menga ancha yoqyapti lekin. Oy, Zico. Ichkariga ko'taramiz va zarba. Kan qo'ldan kelgancha qaytaryapti. Okey, mayli. Ichkariga uzatma beramiz. Kim? Cristiano. Bo'lyapti. Kan nimasan san, Oliver? Kan nimasan san? Odammisan? Shunaqa ham sev qiladimi? Marras. Gattuso, absolutna Gattuso. Best chance.
Hoffik mana. Voy! Va Ibrahimovichdan gol! 3-0. Zlatan Ibrahimovich. Ay, link-up emas, link-up ulamaganman bu yoqda. Охотник emas chunki. Anaqa. Ibrahim shundoq berdim, bo'ldi, oldi, bering. Ketdi. O'tmaydi. По-любому o'tmaydi. Va o'yinimiz 3-0 hisobida yakunga yetib, buni yaxshi futbolchisi Cristiano Ronaldo Ibrahimovichdan gol va bitta assist. Xo'sh, bolalar, shu joyda video yakunlanadi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Gameplay ancha qiziq bo'ldi video, menimcha. Hozir ko'ra olamiz. Aymaydi. Xo'sh, bolalar, videoga like va podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa 2000 taga ozgina qoldi. Bundan buyog'iga xudo xolasa videolar ancha ko'p chiqadi va sifatli qilib beraman muhimi. Gameplay muhimi sifatli bo'ldi. Mazza qilib ko'rgan bo'lsanglar, joninglar sog' bo'lsin, like va podpiskani unutmanglar. Gap yo'q, sizlarni yaxshi ko'raman.